Hozirgi vaqtda masalan meni o'zimni oldimga keladigan ko'p kasallarda uchraydigan muammolar bu bosh og'riqlari, bel og'riqlari, hozirgi insonlarda, yoshlarda ham, kattalarda ham, bolalarda ham harakat kamligi uchun inson tanasida juda ko'p kasalliklar kelib chiqyapti. Chunki harakat bu hayot deyilgan. Hozir men shu hayotiy harakatni ko'pchilik meni oldimga kelsa, men boshim og'riyapti, har doim ertalab charchagan holda turaman, uyquga to'ymayman, kun davomida o'zimni charchoq his qilaman, o'qigan narsalarim esimda qolmaydi, xotiram pasayib ketyapti degan ko'p klientlar keladi. Ularni ish jarayonini so'raganimda, ular ko'proq o'tirib ishlaydigan odamlar yoki kam harakat qiladi, peshqo'm yurmaydi, mashinalarda yuradi. Men shunaqa narsalarga biz qanaqa ta'sir qilamiz? Inson organizmida qaysidir mushagi o'sha ishlamay qolsa, ishlashdan o'zini chegaralasa, u joyda ishlash mexanizmi buziladi. Bitta mexanizm buzilgandan keyin ikkinchi mexanizmga impuls bormaydi. Bu impuls kamroq borishi, harakat kamligi hammasi inson organizmida qon aylanishiga ta'sir qiladi. Inson organizmida qon aylanishi past bo'ldiki, muammolar kelib chiqaveradi. Chunki inson tanasi asosan 5 ta strukturadan tashkil qilgan: teri qatlami, yog' qatlami, mushak qatlami, pay qatlami hamda suyak qatlami. Suyak qatlami bu bizada inson organizmida живой palka, живой hassa vazifasini bajaradi. Mushak qatlami mana shu nimani suyagi bizani harakat tizimimizni aktivlashtiradigan живой hassani ushlab turadigan asosiy narsa bu. Inson organizmida qanaqadir oyoqda bo'ladimi, belida bo'ladimi, boshida bo'ladimi, qanaqadir chegara bormi, u yerda ishlash prosessi kamayyaptimi, muammo bormi, bunga 100% mushak tizimi sababchi bo'ladi. Chunki inson tanasida mushak sistemasining ichida kapillyar qon tomirlari, vena qon tomirlari, arterial qon tomirlari, reflektorni nerv qon tomirlari bor, reflektorni dugalar bor. Mana shu butun insonni tanasini harakatiga 90% javob beradigan struktura, inson strukturasi mushak sistemasida joylashgan. Qachonki mushak sistemasi o'zini vazifasini bajarmasa, har qanaqa eng og'ir kasallik ham mana shundan kelib chiqadi. Bizani qiladigan vazifamiz o'sha immunni ichkaridagi mushak sistemasiga ta'sir qilish yoki yuzaki masaj, yog' surib masaj qilish yoki qadimdir unaqa bosib qo'yish yoki chalib-chulib urish, ovoz chiqarish emas. Mana shu narsalarni yosh avlodga to'liq tushuntirish maqsadida men o'zim oldimga juda katta maqsad qo'yganman, orzu qo'yganman. Xudo xohlasa yig'dim men bu bilimlarimni, ancha yilda yig'dim. Hozirgi ko'pchilik insonlarga qilinayotgan proseduralar yuzaki bo'lgandan keyin u inson organizmiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmagandan keyin hafsalar sifir bo'ladi. Chunki masalan men oldimga kelsa, уже ukol dori olgan bo'ladi, kapelnisalar olgan bo'ladi, yana qatlagadir borgan bo'ladi, tuzalmagan bo'ladi, keyin keladi, to'g'ri yechim bergandan keyin natija ko'riladi. Natija albatta ko'riladi. Bo'ladi, bu natija bo'lmasligi mumkin emas. Chunki biz to'g'ri ishlaganimizda inson organizmi shunaqa yaratilganki, Alloh tomonidan katta insonni organizmida katta sog'likni saqlash tizimi yaratilgan. Masalan, siz qo'lingizni kesib oldingiz, bu bitta. Tanangizda qanaqadir muammo bor. U muammoga siz to'g'ri yo'nalish bersangiz, to'g'ri talqaniya qilsangiz, organizm o'zi sekin ishlaydi, shundoq lop ettirib chiqarib beradi, bo'ldi. O'sha muammo yo'q bo'ladi. Ko'p kasallarim aytadiki, mana biz sizga kelib tuzaldik. Nimaga siz o'zingiz sohangizni o'rgatmaysiz? Siz sohangizni o'rgatishingiz kerak. Bu muammo ko'pchilikda bor. Biz qancha joyga bordik, tuzalmadik. Siz o'rgating. Keyin aytadi, masalan, men qizim o'rganmoqchi, kelinim o'rganmoqchi, kurs ochasizmi? Talab bo'lgani uchun, ko'pchilik talab qilgani uchun ham shu kurs ochishga men niyat qildim. Chunki hozir o'zida ham 5-6 ta bolasi menda yaxshi bo'lib ketgan, o'zi yaxshi bo'lib ketgan yoki kimnidir yaxshi bo'lib ketganlar kurs ochasizmi, o'rgatasizmi, qanaqa o'rgatasiz degan savollar ko'p bo'lgani uchun men juda puxta reja asosida yuzaki bo'lmasin, ertaga bu o'rgatgan narsamning rezultati bo'lishi uchun shuncha narsaga harakat qildim. Xudo xohlasa men bu maqsadimga yetaman. Chekinish yo'q. Faqat olg'a nima deydi? Beshikdan qabrgacha ilm, shu narsani hammaga tavsiya qilaman.